Erkak sizni sevmasa ham, lekin hayotida ushlab turishini 3 ta sababi. Birinchidan, erkak uchun juda ham qulaysiz. Erkak uchun juda ham qulayligingiz uchun u sizni uncha-munchaga tark etishni xohlamaydi. Siz uni doim qo'llab-quvvatlaysiz. Siz unga doim g'amxo'rlik qilasiz. Siz uni u ham meni sevib qolar deb umid bilan sodda qizaloq bo'lib kutasiz. Ikkinchi sabab, erkak kishi o'zi yolg'iz qolishdan qo'rqadi va shu sabab u sizni hayotida ushlab qolishdan manfaatdor. Bu narsani u hech qachon sizga ochiqlamaydi. Va uchinchi eng dahshatli sabab, erkak kishi sizdan yaxshiroq variant chiqqungacha ushlab turadi. Sizdan yaxshiroq variant chiqishi bilan munosabatga nuqta qo'yadi. Va lekin ba'zi bir erkaklar munosabatga nuqta qo'yganda ham sizni ayblab, hammasi seni deb bo'ldi deb turib, mana shunday yo'sinda munosabatni yakunlaydi. Afsuski, sodda qizlar bu narsani shaxsiy qabul qilib, buni haqiqat deb xulosa qilib, o'zlarini uzoq yillar ich-etlarini yeb yurishadi.